Islom Karimov o'zi aslida qanaqa inson bo'lgan? O'jarida dushman orttirishdan qo'rqmasdi ba'zi paytlarda. Professional razvedkachi O'zbekistonga keldi. Kelib uchrashib Karimovga aytdi, O'zbekistonda portlash bo'ladi. Islom aka aytdiki, yo'q, bizda portlash bo'lmaydi. Keyin mana bu yoqda murvatib berkitsangiz, bu yoqda murvatib berkitsangiz imkon qoldirmadi-da xulosga. Lekin bo'lishi mumkin o'sha paytda bor edi. Xullas o'sha portlash bo'ldi. Lekin Tojikistonda. Afg'onistonda tinchlik bo'lmasa agar O'zbekistonda ham tinchlik bo'lmaydi. Mana bularning plani. Eng katta kuchimiz birlikda. Yana bir bor aytaman, bizning katta kuchimiz birlikda. Bizlarning o'zimizning aqlimiz bor. Nimaga erishish, qanday jamiyatni qurish, qanday davlatni qurish va ertangi kunimizni faqat o'zimiz qurib olamiz.